O'zbekistonda xotin-qizlarga 100 million so'mgacha garovsiz kredit beriladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda ijobiy kredit tarixiga ega bo'lgan xotin-qizlarga 100 million so'mgacha garovsiz kredit beriladi. Bu haqda Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarorida belgilandi. Qarorga ko'ra, ushbu garovsiz kredit hamroh tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida 2025-yilning 1-maydan boshlab ijobiy kredit tarixiga ega bo'lgan xotin-qizlarga ajratiladi. O'zbekistonda kreditni vaqtida to'lagan ayol tadbirkorlarga 100 million so'mgacha garovsiz kredit berilishi haqida 7-mart kuni Yakkasaroy qarorgohida Xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda ma'lum qilingan edi. O'tgan yili tashkil etilgan Hamroh kompaniyasiga yangi tizim asosida tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash dasturini boshlagan edi. Bu loyihada ham $100 million ajratganmiz. Kreditni vaqtida to'lagan ayol tadbirkorlarga ushbu dastur doirasida 100 million so'mgacha garovsiz kredit berishni boshlaymiz, degan edi Prezident. Davlat rahbari 2025-yilda kasb-hunarga o'rgatish, ishli qilish va tadbirkorlikni rivojlantirish hisobidan 2 million nafar ayolning bandligini ta'minlash maqsadida qilinadigan qayd etib o'tgandi. Prezident tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha 2024-yilning yakunlari va 2025-yilning asosiy rejalar yuzasidan videoselektor yig'ilishida chempion tadbirkorlarni ko'paytirish kerakligini aytgan edi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.